Qolib akam orqamdan kuzatmayaptimikan? Ha, bormisan? Va alaykum assalom. Dovdirab orqalaringga qarab kelyapsan. Yo, o'zi, rosa qaradim-da. Namchga chiqib ketding. O'zga ishlarim chiqib qoldi. Shunaqa gaplading-a? To'xtang, sizga bitta savol bersam maylimi? Qanaqa savol yana? Uyimdagilar mabodo meni turmushga berib yuborsa nima qilasiz? Topgan savolingni qara. Okang bilsa, qolganlar ham bilsa, yana kim seni turmushga berib yuboradi? Jinnimisan, ha? Aytgandek. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik, prosta bilgim keldi-da. Bunaqa hazillashmayotgan, xo'pmi? Xo'p. Darsing nechib tugaydi? To'g'rida? Yaxshi. 10 ta kam, da, 10 ta kam to'rda shu yerda bo'laman, xo'p? Xo'p. Davay, tez bor. Yaqqa bu yoqqa qimirlamagin. Xo'p, bo'ladi. Bitta boraman. Namun chiqib ketdi. Zo'r, darslarim ko'payib ketdi-da. Bo'pti, ketdi, o'tir. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Bo'p turibdimi? Ha. Aşk yüreğimin nişanalandı. Aşık çöllere salandı. Ağrısı ebed. Laylo, o'rta maslahating kerak. Adam oyoq turib olgan. Akam vashqa qo'ymayaptilar. Ravshan akamga Yana o'shani o'ylayapsanmi? Bugundan boshlab telefon tushib, agar ko'chaga chiqqaningni bilsam, oyog'ingni o'zim urib sindiraman. Menga dunyo tor. Bugun orzular bekor. Chunki hammasi qiyin. Yuragimni etma zo'r. Endi yor nolasi.